Sanepid qo'mita Samarqand viloyat boshqarmasi viloyatdagi umumta'lim maktablarining oshxona va hojatxonalarida sanitariya-gigiyenik holatlari bo'yicha o'rganish ishlari olib borilmoqda. O'rganish ishlarini olib borish uchun boshqarma boshlig'i, boshliq o'rinbosarlari, tegishli bo'lim boshliqlari hamda sohaning hududiy, tuman va shahar rahbarlaridan iborat ishchi guruh tuzilgan. Viloyatimizdagi umumta'lim maktablarda ovqatdan zaharlanish holatlarini oldini olish, yuqumli va parazitar kasalliklarning profilaktikasini keng targ'ib qilish maqsadida tuzilgan ushbu ishchi guruh o'rganish jarayonida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf qilish yuzasidan tegishli ko'rsatma va tavsiyalar berib bormoqda. Xususan, Sanepid qo'mita Samarqand viloyat boshqarmasi boshlig'i Latif Rustamov Qo'shrabot tumani markazidan uzoqda joylashgan Pangat va Tikonli mahallalarida joylashgan maktablarning sanitariya holatini o'rgandi. Viloyatimizning eng olis maktablarida ham sanitariya qoida va me'yorlari, gigiyena normativlariga qanchalik rioya qilinishini o'rganish jarayonida mas'ullarga aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida amaliy yordam berish lozimligi ta'kidlab o'tildi. O'rganish ishlari davomida maktab hojatxonalari dezinfeksiya qilinib, 10 yoshgacha bo'lgan bolalar gelmentga qarshi tekshirilmoqda. Shuningdek, oshxonalarda sotish taqiqlangan mahsulotlar ro'yxati berilib, ommaviy ovqatdan zaharlanish holatini kelib chiqishi qonunchilikka ko'ra javobgarlikka sabab bo'lishi yuzasidan profilaktik suhbatlar olib borilmoqda. Ma'lumot uchun aytib o'tish joizki, viloyat hokimi tashabbusi bilan olib borilayotgan ushbu o'rganishlar davomida umumta'lim maktablarida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarga ruxsat etilmagan mahsulotlarni o'quvchilarga sotmaslik, xususan oshqozon ichak kasalliklarini keltirib chiqaradigan, yaroqlilik muddati ko'rsatilmagan, ishlab chiqarilgan joyi noma'lum hamda uy sharoitida tayyorlangan mahsulotlarni sotmaslik bo'yicha targ'ibot ishlarini jadal olib borish maqsad qilingan. O'zingiz va yaqinlaringiz salomatligiga befarq bo'lmang. Salomat bo'ling.